الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun sura Nisoning 140-oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda Allah subhanahu va taolo munofiqlarningki bir qism ko'rinishlari, sifatlari, ularning alohidligi haqida so'zlaganda, ya'ni munofiqlar izzat, sharafni mu'minlarni ojiz chog'lab kuffarlar tarafidan qanday qiladi, izlaydi. Bu munofiqlarning alohidagi shaklda, sifatida bayon qilingandir. Endi bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatning davomi sifatida, ilgirki oyatning eng oxirisida izzat Allohning, Allah o'zining mu'min bandalarini aziz qiladi. Hatto bir kambag'alni boyning oldida xor qilmaydi-ki, boyga chiqim qil degan vaqtida kambag'al uchun xajla demay, men uchun ba, qarzni manga ba deb kambag'alga, kambag'alning boshqalarning oldida xorlanishdan iborat bu ahvolda qo'ymaydi. Ya'ni unga izzat beradi degan mazmunlar bilan ilgirki darsni oxirlashtirgan. Shunga munosabatlik shaklda bugungi oyatda mu'minning shaxsiy, kishilik bir mu'min bo'lish sifati bilan o'zining kishiligini, shaxsiyatini, mu'minligini qo'g'dishi, o'zining izzatini qo'g'dishi, boshqalarning uning iymoniy izzatiga hujum qilishiga asla yo'l qo'ymasligi kerakligi haqida. Shunda deydi: "Estaizu billah va qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha va yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghayri innakum idhan misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a." Oyatning izohatiga kirishdan ilgari avval qisqacha bir tarjima qilib o'tay qarindoshlar. Alloh sizlarga kitobda shunda tushirdi. Sizlar Allohning oyatlarining inkor qilinayotganligini anglasanglar, Allohning oyatlarining masxir qilinayotganligini anglasanglar, ular bilan birga o'tmanglar. Toki ular boshqa gapga kirganga qadar, boshqa gap bilan bo'lganga qadar ular bilan o'tmanglar. Agar ular bilan o'tsanglar, sizlar ular bilan tamoman o'xshash. Alloh munofiq va kofirlarni hammasini jahannamda to'playdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo oyatda mu'minlarni kofirlar tarafidan uning iymoni, ya'ni Allohning oyatlari inkor qilinish, Allohning oyatlari masxir qilinish deganlik, uning iymoni sharifi zarbiga uchrash deganlik, hujumga uchrash deganlik. Mashta vaqtida ular bilan billa o'tmaslik. Toki ular bu gapdan boshqa bir gapga yetkazganga qadar ular bilan ham suhbat olmaslik, bir so'rinda o'tmaslik qı Alloh mu'minlarni burvatadi. Ya'ni bu orqali Alloh subhanahu va taolo iymon ahlining birligini saqlayotdi. Bu bir boshqalarning bularga hujum qilishiga qarata eng aqalli qarshilik qo'ygan bu so'rinda o'tmaslik, quloq solmaslik buni burvatdi. Ana biz masalaning yana bir tarafidan qaragan vaqtimizda bir odam o'zini
islomning mansubi deb qarasa, men iymonning bir mansubiman, ya'ni mu'minman. Bu dinni o'zimga din deb tanladim deb qaragan bo'lsa, o'zining dini boshqalar tarafidan masxara yoki hujumga uchragan vaqtda buningga asla rozi bo'lmaydi. Modomiki shu odamda azroq izzat bo'lsa, azroq sharaflan bo'lsa, ammo bu izzatini yo'qotgan, sharafini yo'qotgan bo'lsa, bu vaqtda masala boshqa. Shuningdek oyatda xuddi mu'minlarga Alloh subhanahu va taolo: "Ey mu'minlar, agar sizlar o'zinglarning iymoninglarga rozi bo'lgan bo'lsanglar, bu dinni din deb tanlagan bo'lsanglar, bu yo'lni yo'l deb tanlagan bo'lsanglar, mishada mushu prinsipinglarni qo'g'danglar. Bu yo'linglarni qo'g'danglar. Birov batıllarca, haqsizlarcha sizlarning bu yo'linglarga hujum qilish, tanqid qilish, masxara qilishga jur'at qilsa, sizdagi iymoniy g'ayratdan, iymoniy jur'at, iymoniy bir xil odatda ayollar o'tirisida kundashlik deymiz. Yani onu qo'g'dash, suyash, muhabbatdan iborat narsa. Sizdagi mashta bir uqum sizlarni bu sorunda o'taqizmasin. Bularning gapiga quloq selib, chidab, rozi bo'lib o'tirishga bormasin. Bu sizlarning sharifinglar degan bir shaklda mu'minlarga izzat darsini beryapti Alloh subhanahu va taolo. İlgili dersinin ahirisi izzet bilan ahirlashganda, bugungi oyatda Allah mu'minlarga bir kishilik vazifa sifatida izzetini saqlash darsini qanday qiladi, beryapti. Bilasizlar, mu'minlar ojiz bir jamiyatda yashagan vaqtda, xuddi sahobalarningki Makkadagi davriga o'xshash, hamda bir jamiyatning kishilari o'g'achqa urug' tuqqanlar bo'ladi. Xulum xo'shnilar olurdu, ticaret ortaklar olurdu, şirikler olurdu. Her halda başkalarıyla ayrılışıp yaşaydı. Çünkü insan aşağıda ayrılıp yaşayan ictimai mahluk. Karşı taraf, yani kafir taraf, Müslüman boğmagan taraf, pat ara, yani münafıklar, ehli kitap, müşrikler mesela İslam'ın Mekke devrini tilga alsak, müşrikler değil, bunlar müminlerge aşağıda qanday qiladi, hücum qiladi. Bu hücum ne? Qo'l bilan qilinmagan vaqtda, qurol orqali qilinmagan vaqtda yoki bevosita inkor qilinmagan vaqtda bularni masxir yo'li bilan bularning psixikasiga tegadi. Bularning izzat, sharafiga urmoqchi bo'ladi bu vaqtda. Ya'ni buni nereden boshlaydi? Allohning oyatlaridan boshlaydi. Dinning shuarlaridan boshlaydi. Bu orqali bular shuni biladi-ki, yoki shuni ko'zlaydi-ki, agar o'zi musulmon deb turgan bir odam mashta gap so'z bo'lgan yerda Müslümanın gapiga ha deb yoki shu gapni anglab o'ltadimi, bo'ldi, bular maqsadiga yetgan bo'ladi. Buni obdan biladi bular. Endi chunki bu orqali sharafini yo'qotadi, izzatini yo'qotadi, o'zining mansubiyatlik vazifasini tunji qadamini unutgan bo'ladi. Ammo agar bular maqsadiningki aksi natijasini olsa, ya'ni bular bir musulmon bilan hamsuhbat bir so'rinda o'tirib yoki bir o'rinda o'tirib islomga hujum qilgan, İslamni masxir qilgan mana bir gap so'zning orqasidan aqallisi musulmonninki bu yerdan qo'pib chiqib ketganini, bularning gapini anglamaganini ko'rsa, undan keyin musulmonning kishilikidagi, shaxsiyatidagi bir xil sharaf, izzat, g'urur bularni ko'radi. Oyat bunun ishorat qiladi qarindoshlar. Oyat bizga bu darsni beryapti. Endi oyatning 5idagi ifodaga qaraganimizda Allah sizlarga Qur'onda Allohning oyatlari inkor qilingan, masxir qilingan ahvolni anglasanglar, bu yerda o'ttamanglar deb tushgan ifodasini qo'llangan. Men tarjima qilgan vaqtda diqqat qilgan bo'lishim mumkin. Tushgan ifodasi. Bu oyatda tushirdu emas, tushgan. Buningdan biz bir narsa tushunamizki, bu mazmundagi oyat bulam emas. Maun sura Niso'dagi oyat ya. Bundan ilgirmi mashta bir oyat qana qilgan tushgan. U olsa-mu sura An'amninki 68-oyati qarindoshlar. Oyatning arabcha iborasi bu. Astag'izu billah va idza ra'aytallazina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghayri
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ayetning mazmuni o'xshash iboratlarida biroz farq bor. Ayet masalan bir qisqacha tarjima qilib tushundirsam, agar bizning oyatlarimizda, yani islom, Qur'on, din, mushu masalalarda haqsizlarcha oyig'i chiqmas munoziralar bilan cho'kib buningga hujum qilayotgan, chaqilayotganlarni ko'rgan vaqtingda sen bulardan yuz o'r. Yani izzetingni yo'qotgan, sharafingni yo'qotgan shaklda ular bilan birga o'tdimi? Ular boshqa gap qilganga qadar, boshqa bir ishga kirishganga qadar. Agar shayton sana unutiltirib, o'ltirib qolgan bo'lsang, shunda esing kelgandan keyin hargiz bular bilan bu zolim qavm bilan birga qanday qilma, o'tdimi? Endi ma oyat, sura An'amdagi oyat dastlabda tushgan bir hukm. Yani musulmonlar Makkadagi vaqtda tushgan hukm. O vaqtda musulmonlarning muhotibi, qarshi tarafidagi musulmonlar qarshi chiqayotgan kishilar mushriklar, kuffarlar edi. Tabiiyki bilimiz qarindoshlar Makkadagi vaqtda musulmonlar nihoyat ojiz. O'zini mudofaa qilish emas, bir qism musulmonlar kuffarlarningki mushriklarning xizmatchilari. Bir qism musulmonlarning mushriklar bilan urug' tuqqanchiligi va tijorat munosabati va ma holatda tushgan oyat butdi. Yani sen bilen şundan münasebet olgan, sen bir sorunda o'ltirishga muhtoj bo'lib qoladigan, o'ltirmasang amal yo'q bir vaqtlar. Mishta vaqtlardimi hatta agar ashta islomga hujum qiladigan, dinga hujum qiladigan, bizning oyatlarimizga masxara qiladigan manda ahvol bo'lsa, bular bilan birga o'tmadi deyotdi. Mao sura An'amdagi hukm. Endi biz hozir o'qiyotgan oyat. Biz o'qiyotgan oyat. Yani وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها degan oyat Madinada tushdi deb tushunsak, masalan, o Makkada tushgan oyat, uningdan keyin tushgan oyat, oyat tushgan vaqtda mu'minlarning, musulmonlarning muhotibi mushriklar vaqtda musulmonlar qattiq bir ojiz vaqt, hatto o'zining bexatarligiga kafolat qilolmaydigan vaqt. Ayet biraz kuchaygan, ammo muhotibi ahli kitob va munofiqlar, chunki gap munofiqlar haqida davomlashib kelgan. Demak, butun holatlar ikki oyatdan bir xulosalangan vaqtimizda, mayli sen ojiz ol yoki kuchli qilib atrofingda taqobil tura oladigan bir dushman bo'lsin. Har holatda sizning eng aqalli qiladigan g'urur vazifang, imoniy vazifang sen mansub bo'lgan bu dinga hujum bo'lgan vaqtida, bu dinni masxar qilingan vaqtida bu yerda o'tmaslik, unda gapini anglamaslik, u yerdan darhol qana qilish, ketish. Endi yana bir ikki oyatdagi bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor qarindoshlar. Birisi sura An'amdagi oyatda va iza ra'aytallazina yakhuduna, agar ularni ko'rsang ifodasi qo'llanilgan. Oyatda an iza sami'tum, anglasanglar ifodasi qo'llanilgan. Ya'ni bu bizga shuni bir signal beryapti, shuni uqtirib beryapti-ki, dushman har xil vositalarni ishlatadi. Anglaydigan vositalarni ishlatadi, quloqimizga anglatadi bizga hujum qilish uchun, bizning sharafimizni yeg urish uchun, bizning izzetimizga dasash uchun quloqimizga anglatadi. Va ko'radigan vositalarni ishlatadi-ki, ko'zimizga qanday qiladi, ko'rsatadi qarindoshlar. Ko'zimizga ko'rsatadi. Ya'ni Alloh bu yerda demakchi bo'lgandekki, mayli u dushmanning, kuffarlarning, din dushmanlarining dinga bo'lgan masxarasi, dinga bo'lgan hujumi ko'radigan vositalarda bo'lsin, anglaydigan vositalarda bo'lsin, nada bo'lsin, buningga musulmon har doim imoniy bir inkos bildirish kerak. O'zining g'ururini saqlash kerak, sharafini saqlash kerak. Mushu munosabat bilan men bir narsani qistirib qo'yg'im kelyapti. Bugun mayli tili qaysi til, qaysi millat so'zlasin, din dushmanlarininki hujumi dal men hozir tilga olgan nuqtalar bilan kelyapti. Yezyapti. Ovozliq avatyapti.
videoluk bulupmu ictimai taratqularda bu şekildeki hücumla, mesxirle üzülmevatıdı. Hatta bizim özümüzün qanidan, özümüzün milletinden boğallarımı bu vazifeden özünün nasibesini alavatıdı. Endi muşununga qarta bizning qilishga tegishli eng aqalli ishimiz nima? Men oyatdan tushungan, shaxsiy tushungan narsa nima desa, mushular bilan hatto bir sahifada tumasliq. Agar ularni do'stlik qatoriga qo'shgan bo'lsak, bularni chiqarib o'tish, ularning batlariga yaxshi ko'rdim degan shakldagi belgilarni bosgan bo'lsak, uningdan voz kechish, ya'ni dinga hujum qilgan har qanday odamdan munosabatni uzishimiz kerak. Mao kallamizni noit ini qo'ysin qarindoshlar. Dinni küllep saatlab mesxir qilyotdi. Dinga hujum qilyotdi. Ya'ni biz uning do'stlik qatorida, ya'ni uning sahifasiga ergashganlarning qatorida. Mao bir musulmonning g'ururi, sharifi, aqalli iymoniy vazifasiga asla mos kelmaydigan taraf. Ondan keyin ikkinchi bir nuqta qarindoshlar diqqatimizni tortgan oyat ularning dinga hujum qilish ahvolini yahuduna ifodasi bilan ifodaladi sura An'amdagi oyatda, sura Niso'dagi oyatda masxira inkor shaklida ifodaladi. Masxira aniq hammalarga nisbatan qanday masxira qilinganligi, inkor ham aniq. Yahudun biz tarjima qilgan vaqtda bizning oyatlarimiz haqida cho'kkanlar deb tarjima qiladi ba'zilar. Asli yahudun ifodasi o'rinsiz, oyga chiqmaydigan, haqsiz vositaga haqsiz yo'llar bilan shuning ichiga singib kirib, masalani ilashtirish, haq bilan botilni qana qilish, aralashtirish ahvollarining hammini arabchada xada yahudu piluslan ifodalaydi. Asli xada yahudu suyuq, masalan, o'stan, ko'l, dengiz yoki bir qochidagi suv o'xshash buning ichiga kirib, taraf-taraflarga singib, cho'nqur yerlarga singanni xada yahudu deb ifodalaymiz. Ya'ni masalaga bisib kirganni, hujum qilganni, masala haq bilan botil aralashtirilganni, haq nima, botil nima bir bilinmaydigan, nishon taxini emas. Ya'ni tam maqsadi bu yerda bir haqiqatni izlash emas. U gapni qilishdan, islom to'g'ri so'zlashdan, masalalarni bir-biriga kirishtirish, boshqalarning kallalarini bir-biridan elashtirish, ya'ni bu yo'lda ketayotganlarning bu yo'ldan shubhilanadigan bir holatga ekib qo'yish maqsadi bilan kirgan odamni nima deymiz? Xada yahudu. Yahudu ifodasi sura An'amdagi oyatdami va Makkingi oyatdami ular Allohning oyatlarini inkor qilib yoki masxir qilsa, ular bilan birga o'tirmanglar. Oyatning oxirisida hatta yahudu fi hadisin g'ayri ifodasi. Ya'ni ikkala oyatda mush ifoda qo'llanmoqliq. Ya'ni bular Allah bularning egisi, Allah bularni yaratquchi, bularning ichki dunyosida nima bo'layotganini Allah biladi. Allah bularga yahudu iboratini ishlatdi degan gap. Ya'ni buning tam bir haqiqatni tepish maqsadi yo'q. Din to'g'risi gap qilayotgan vaqtida bu din dushmanlarininki ba'zi gaplari xuddi dinni yaqlayotgandek chiqqan bilan nihoyatda maqsadi bizni so'rab bir yerga opirish. Ya'ni mushu iboratning manziliga buni arabcha ma'nosida tushungan nuqtani sizlarga tushuntirish uchun biroz qanaqa qilyapman, sizlar tushunadigan bir nuqtaga olib berishga tirishyapman. Ya'ni demoqchi o'g'ini bular shuki, tam maqsadi aniq emas, ya'ni bir haqiqatni yoki bir natijani izlash maqsadi yo'q, faqat bizni qanaqa qilish, elishtirish. Mana shu vaqtda shu orqali bizning sharafimiz, bizning psixikamiz, bizning g'ururimizga qanaqa qilish, hujum qilishdan iborat birla maqsadi va bu nuqta hammalarga oydin bo'lishi kerak. Shunga din dushmanlarininki mayli bizga yiziq shaklda qilayotgan hujumlari yoki nima shaklda qilayotgan hujumlari ko'radigan, masalan, hozirgi video deymiz masalan, yoki biz anglaydigan ovozliq deymiz, bu shaklda qilayotgan hujumlarini ko'rgan aman, buni o'qib, buni ko'rib,
buni anglab, yeni shular bilan birga xuddi buning yozganlarga, buning o'qigan, chiqargan videolarga yoki buning anglatgan bizga ovozlarga rozi bo'lgandek bular bilan ayni bir o'rinda turishning o'zi bizning sharafimizning yo'qotganligi, eng aqalli imoniy burchimiz bundaq o'rinlarni qana qilish, tark etish, bundaq o'rinlardan voz kechish, ya'ni ketish, ya'ni o'zimizningki buningga noroziligimizni bu shaklda qana qilish, ifodalash qarindoshlar. Endi oyatning oxirisidagi fala taqudu ma'ahum, ular bilan birga o'ltamanglar ifodasi. Ikkala oyatda bu xil ma'no bor qarindoshlar. Ikkala oyatda bu xil ma'no bor. Men bu oyatdan davatgan gap shu. Bularni muqata' qilish, bularni boyqut qilish. Aqallisi texim juz'iy ayni aniq shaklda desam, agar bular bilan do'stlik o'rnatgan bo'lsak, ijtimoiy aloqa amaliyot to'g'ri masalan ayrilish kerak. Hozir kishilar diqqat qilmayotgan nuqtalarni misolga davatimi bir ijtimoiy taratqularda ularga ergashgan bo'lsak, bularga ergashishni tashlash. Do'stlik o'rnatgan bo'lsak, do'stlikdan chiqib ketish. Ularning betiga ergashayotgan bo'lsak, bularning betini qana qilish, qartizimlikka tiqish. Ijtimoiy amaliy hayotimizda agar qilish imkoniyatimiz bo'lib qolsa, biz bir narsa sotquchi bo'lsak, ularga sotmaslik. Ağıç olsak, bulardan almaslik. Normalde bular bilan kurashmaslik. Bu orqali o'zimizning bularga bo'lgan inkorini ifodalash, noroziligimizni ifodalash, g'ururimizni ko'rsatib qo'yish, sharafimizning bog'liqini bularga, izzatimizning bog'liqini bularga eskartib qo'yish va bularni agar sen bunda qilaversang, oqibating bundan yomon bo'ladi degan bir signalni, uchurni bularga yetkazish bu oyatning bizning talab qilayotgani. Qarindoshlar, mening tushunganim bu shaklda bo'lyapti qarindoshlar. Ya'ni agar bu o'zining mushu qarqi boyqutlardan, bularni qartizimliklarga tiqishdan hoshini yig'ib qilishi mumkin yoki hoshini yig'magan taqdirda u bizning jamiyatimizning zarari qanday qildi, ko'tariladi qarindoshlar. Ondan oyatning oxirisida Alloh munofiq kofirlarni jahannamda, innalloha jami'ul munofiqina val kafirin fi jahannam jami'an, hammasini jahannamga to'playdi. Bu bir bizga nisbatan hayot qo'ygan ko'z qarashimizga qarata bir signal. İnsan hayotning uzunligiga qarab xuddi o'zini uzun yashaydigandek his qilib qoladi. Hayot million yillardan bir davom qilyotdi. Deyli, o qanchalik yil oldu Alloh o'zi obdan biladi. Hayatda o kadar köp nazı nimetler var deyli. Hayatta insan menfaatlanadigan saha intayin köp deyli. Lekin bir insanga nispeten, bir kişiye nispeten bu hayat o kadar köp emas. Yani şu insanga berilgen neçe 10 yıl vakit. İnsanın bu hayattan huzurlanmaydigan, faydalanmaydigan balılık devri var ve yaşangan devri var. Eğer şunu çıkartkanımızda insanın bu hayattan huzurlanadigan, menfaatlanadigan, ko'zlagan narsaga erishadigan vaqti nayt qisqa vaqt. İnsan bunu tushunib yetishi kerak. Ya'ni bu hayot ne? O'ziga nisbatan yomon bir kengri, yomon bir bedel to'lashga arziydigan deb bilib olmaslik kerak, inson buni bilishi kerak. Ondan keyin yashidi degan taqdirda shu yilda balki bu yerdan yaşayamazlık mümkün. Kürvatımız turup her xil vaqalar bilan ölüp ketadi. Yashidi degan taqdirimizda inson ham shuni bilish kerak ki, dünya özgürçan dünya. Erişiyotganlari ya bu adamni tashlaydi, ya bu adam erişiyotganlarini tashlaydi. Yani inson o'lsa, uning erişiyotganning hammasi qoladi, yoki erişiyotgani tuyuqsiz ketib qolgan ahvollar bor. Buni hayotimizda buning misollarini najiq ko'rdik. Oyatning oxirisidagi Alloh munofiq kofirlarni hammasini jahannamga to'playdi degan mazmun insanın hayat göz qarashiga berilgan bir ogohlantirish, bir signal. Bu dünyada uzun yaşamaysa, ahiretki var ise ve cezayını qana qilsa, tatisa ve Müslüman'a nispeten bir eskertiş signal ki siz şu sorunda oturuvatkan yoki shular bilan birga turvatkan kishilarning dinga hujum qilganga qarta, ya'ni shulardan keladigan azroq manfaat yoki qo'rqish har sabablar bilan agar shular bilan birga razı olup oturup qalsanız ya ezmeli qilib oturup qalsanız siz ular bilan o'xshash oyatda nayt ig'ir signaldan birisi bor qarindoshlar. İğri signaldan birisi var. İnnekum izem misluhum. Sizlar
ular bilan o'xshash va eng oxiridagi bizni ular bilan o'xshash deb qo'ygandan keyin munofiq kofirlarni jahannamga to'playmiz degani dal men sizlarga eskartmoqchi bo'lgan tarafning sababi. Ya'ni biz ular bilan o'xshash bo'lgandan keyin tabiiyki ular to'plangan jahannamga bizmo kirib qilish ehtimolimiz bor. Alloh buni mu'minlardan saqlasin. Har mu'minni o'zining izzat sharafini saqlaydigan iymonga, g'ururga ega qilsin. Ondan keyin 141-oyatda, ya'ni darsimizning davomida Alloh munofiqlar haqida yana davom qilyotdi bayonni. 141-oyat munofiqlarning sifati, bularning alohidaligi, bular biz qolay tunib olishimiz uchun oldingi darsda munofiqlarning bir bo'lak ishlarini so'zlab berganda, ma oyatdami munofiqlar haqida bizga bayon qilib o'tdi. Davotida astag'izu billah allazina yatarabbasuna bikum فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Avval qisqacha bir tarjima qilib o'tay. Munofiqlar shunday bir insonlar deydi. Har doim sizlarga qarata tayyorlik bilan turadi. Yatarabbasuna bikum degani vaziyatga qarab, ahvolga qarab ish ko'rish uchun har doim tayyorlikda. Mu'minlar, musulmonlar g'alib bo'lsa, ussa boshqacha, qutasa boshqacha. Har on o'zining manfaatini ko'zlab qarshi taraf tutadi, qaysi taraf tutturdi. Biz endi buningga ko'ra qanday qilamiz? O tarafning yo'lini tutumizmi, ma tarafning yo'lini tutumizmi? Buningga qarata tayyorlik qiladi. Munofiqning birinchi sifati bu. Muqim maydoni yo'q. Iniq, rang armagan, faqat tutgan tarafga qarata bularning ko'zi va tayyorligi shu asosda bo'ladi. Undan boshqa alohida Alloh bizga buni bildirayotgan bir sifatlardan birisi, agar sizlarga Alloh tarafdan bir fathi kelib qolsa, g'alaba kelib qolsa, nusrat kelib qolsa, bular deydi-ki, biz sizlar bilan birga emasmiz. Ya'ni bizmi shirik bu g'alabaga. Bu nusratga bizmi shirik, qo'lga kelgan g'animatlarga bizmi shirik, zafarga bizmi shirik deydi. Agar kofir uchun bir nasib bo'lib qolsa, ya'ni kofir vaqtlik ba'zi janglarda ancha-muncha g'alaba qiladi-ya, mashta bo'lib qolsa, bular kofirning qashqirib o'zining ularga qilgan xizmatini bayon qilib boshlaydi-ki, hey, biz silning ustundan g'olib kelgan vaqtda silni mu'minlarning o'ldirishni saqlagan emasmi to'q. Ya'ni demakchi o'g'ni shu. Odatda mu'minlar bilan kuffarlar jangga kirgan vaqtida munofiqlar ko'p hollarda kuzatadi jangni. Agar shunda kuffarlar mag'lub bo'lish tarafga o'tsa, darhol safning oldiga o'tib, mag'lub bo'lgan mu'minlarning qo'liga tushgan kuffarlarningki o'lib ketmaslik uchun qo'ldan kelganini qiladi. Biz buni ba'zilar voqealiklarda ko'ramiz-ya. Ya'ni haqiqiy mu'min bilan haqiqiy kofir jang kirgan vaqtda, qizg'an vaqtda o'ldirdi deb jang degani birisi-birini o'ldirdi. Munofiqlar safning oldiga o'tib, qo'lga tushib qolgan kofirlarning o'lmasligiga kafolatlik qiladi. Buni kofir g'alaba qilgan vaqtda kofirga asildiki, biz mushta yordam qilgan emasmiz sizlarga. Biz nima vaqtimizda, sizning ustingizdan g'olib kelgan vaqtimizda biz shu mu'minning ishida turib, sizlarni o'ldirib o'tishdan saqlab qolgan emasmiz sizlarni degan bir shaklda o'zining qilgan to'pisini avlaga bayon qiladi. Alloh aranglarda qiyomat kuni hukm qiladi. Alloh kofirlarga mu'minlarning ustidan hargizmi g'alaba yo'l bermaydi qarindoshlar. Oyatning mazmuni shu. Bir tarafdan kelsak, bayat degandek allazina yatarabbasuna bikum. Sizlarni davom kuzatib turdi, ma'nosi chiqadi. Kuzatib turdining ma'nosi deb o'tdim boya. Har doim ahvolga qarab ish qilishga hozir. Ya'ni bularning muqim tutgan bir sepi yo'q. Ig'izda mu'min, qalbida kufri va bularning qiladigan tayyorligi ahvolga ko'ra. A taraf qalbi qilsa boshqacha, B taraf qalbi qilsa boshqacha. Bu munofiqlarning birinchi sifati. Sura Tavbaning 52-oyatida mandaq bir tahdid va bularga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn. Ya'ni dangi Muhammad alayhisalom sizlarning bizdan kutadiganinglar ikki yaxshilikning birisi. Sizlar har doim ahvolga qarab ish ko'rsizlar. Bu oyat kuffarga qaratilgan oyat kuffarning o'z ichiga oladi. Ya'ni mu'min har doim ya
Ölüdü şahadet ya qalıdı g'alba. Degan oyatda tarabbasuna bina degan oyatda shu tarabbasu ifodasini qo'llanmoqliq, ya'ni ahvolga qarab ish ko'rish. Sizlar bizdan har qancha kuzatinglar, har qancha bizning ahvolimizga qarata plan tuzinglar, biz hamon g'alba qilamiz degan oyatda bu ifoda qana qilingan, qo'llanilgan qarindoshlar. Bu birinchi nuqta oyatdiki. İkinci, yeni diqqatimizni tortgan nuqta, mu'minlarning qalbisini Alloh subhanahu va taolo fathun ifodasi bilan ifodaladi. Fathun buyuk g'alba degan ma'noda, odatda normal g'alba emas, buyuk g'alba. Ya'ni bu shu ifodaga keladi. Dunyoda vaqtliq janglarningki, to'qinishlarningki, kurashlarning natijasi farqli chiqishi mumkin. Müslümanlar ba'zida mag'lub bo'lgan bir ko'rinishda o'rtaga chiqishi mumkin. Lekin shunisi aniqki, eng oxirgi g'alba mavjudlik, bunda mavjudiyat masalasiga oid g'alba kimga mansub? Mu'minlarga mansub. Bu bir. Ikkinchidan, haqiqiy g'alba mu'min uchun biz bayatdan kishining hayotga nisbatan qarash haqida ozroq so'zildik. Bu dunyodagining hammasi qilgan, etken, ko'rsatgan tirishchanlik, bütün ishlarningki natijasini mu'min bu dunyodagi g'albaga aslo to'g'rilamaydi. Chunki dunyodagi insonning erishdig'ini har qancha ko'p bo'lib kelsin, bu oz. Bu insonning manfaatlanadigan vaqti, imkoniyatiga yarasha oz. Shuningdek, mu'min o'zining qilgan bu qadar ishlarini, amallarini, to'lagan bedellarini, imonini her gözünü dünyanın addi menfaatlerinin karşılıklı qilgan emas. Şoňaşqa mu'minninki her daim erişdiğini Allah tarafından büyük bir fethi ki bu dünyadaki mu galbini öz içine aladı ve ahiretteki mu cennetini qana qiladi, öz içine aladı. Andikin kafir tarafiga kelsak, kafirlarninki galbi qilgan ifodaga kelsak, kafirlarga fath ibarasi qo'llanilmoqliq oyatda nasqib ular bir ülüşki erişse ma'nosi qo'llaniliq. Ya'ni musulmonlar ustidan g'alaba qilgan holatları vaqtliq holat, vaqtliq masala, tamam bir jangda xuddi Uhudga o'xshash bir g'alaba qilgan bir qiyofatga, shaklga kirishi mumkin. Xuddi musulmonlar mag'lub bo'lgan bir holatda ko'rinishi mumkin. yoki Hunayn jangining 5-iga o'xshash va undan keyingi ta bugunga qadar bo'layotgan janglardagi musulmon bilan kofirning o'tirisidagi ba'zi musulmonlarning mag'lub bo'lgan bir janglar va buningga o'xshash kuffarning g'albasi vaqtliq g'alba va tar doiradagi g'alba deganni ifodalash uchun ikki ifoda o'xshamay keldi. Bu bir masala. Ondan keyin yana diqqatimizni alohida tortadigan masala munofiqlarningki kofirlik g'alba qilgan vaqtida ularga o'zining qilgan xizmatini bayon qilgan bir mazmun bor. Biz sizlarning ustunlarni g'alba qilgan vaqtda sizlarni mu'minlarning o'ltirishini saqlab qolgan emasmi deb. Bu yerdan biz shuni xulosalab olamizki, munofiqlar har doim mu'minlarning sepida tug'an bilan, musulmonlarning sepida tug'an bilan, hatto musulmonlar bilan jangga kirgan bilan bularning musulmonlar orasidagi vazifasi nima bo'lsa, qarshi tarafni qo'llash, qarshi tarafning manfaatini asos qilish. Vaqti kelib musulmonlar kofirlarning dushmanlarini yo'q qilib bir nimaga kelgan vaqtda, nuqtasiga kelgan vaqtda bular darhol harakatga o'tadi. Qarshi tarafning yo'qolib ketmasligining, o'lib ketmasligining, bek zo'r ziyon uchrab ketmasligining ki tadbirlarini oladi. Munofiqning alohidligi bu. Bugungi zamonimizda mı qarasak, düşman tam vayron bo'ldigan yerda munofiq o'zining munofiqligini oshkorlab soladi. Gerçi o'zi musulmondek, bizning sepimizdagidek ko'rinsimi, ammo uning har doim qilayotgan tashviqotlari, olgan qadamlari, qilgan amaliy harakatlari xuddi qarshi tarafni bizdan asrab qolgandek. Negizlik nuqtada ulug' chapon yapgandek bir ahvollarni qana qilamiz, ko'rimiz qarindoshlar. Bu munofiqning musulmonlar orasidagi nimasi harakatlarining alohidliklari, sifatlaridan birisi qarindoshlar. Fallahu yahkumu baynakum yawmal qiyamah وَلَا يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Ayetinin en ahırsı. Allah kıyamet günü aranlarda hüküm kılıdı. Kafirlığa müminlerin üstünden galbi kılmaydı. Digine, yani bu ayetinin gepimini tekrarlayayım arkadaşlar. Mümin bu dünyada bir vatkan kurbanlıqını,
to'layotgan bedellerini, qilayotgan ishlarini asla va asla bu dunyodagi 4 kunlik dunyo uchun qilmaydi. Bak arzimas narsalar bu. Ve arzimas nishon bu dunyo. Mu'min buni qiyomatdagi Alloh subhanahu va taoloning beradigan jannati uchun qiladi. Dedik ya, bu dunyo bu kadar büyük görünüdü gözümüzge, bu kadar uzun görünüdü, nazı nimetler bilen tolgandek görünüdü, huzurdek görünüdü. Dünyanın umum ahvali şunda değilgen takdirde ama insan şahsga nispeten pek bir az dünya bu. İnsanın dünyanın alalaydıgını pek az, meyli vakt itibariyle ya ki imkaniyet itibariyle. Neçe 10 yıl mesela. Neçe 10 yıl. Bunun için insan her gün özünün canını kurban kılıdığan, hayatını bağışlaydıgan onda işine kılmaydı. Bu pek bir addi, bir püçek soda olup kalıdı. Şuna aşka müminin her daim kütüdüğünü o dünyadaki Allah'ın mukafati, Allah del muşu hükümünü kıyamet günü çıkardı bu bir. Kıyamet günü çıkardı. İkincisi, bazı uruşlarda Müslümanlar mağlup bulup ölüp gitişi mümkün, şehit oluşu mümkün. Bu Müslümanlara nispeten asla ve asla mağlubiyet emez. Kuparlara nispeten asla ve asla galbe emez. Belki Müslüman iki mukafatının biriga erişti. Ya galbe yakini mu şahadet. Şahadet büyük bir mukafat hesaplanıdı. Şunaşka Allah subhanahu ve taala kuparlara müminlerin üstüdün asla yol vermeydi degine. Asla mümin onda mağlup boldu degan natija bilan xulosalanmaydi müminlarning ishi. Hatta jangda düşmanning oldida mağlup bolsun ama shahodat mukofoti kirishidi. Shahodat g'alabasi kirishidi. Ya dunyoda kuparning ustidan düşmanning ustidan g'alaba qilish orqali dunyodagi zafar kirishidi, yoki bo'lmasa shahid bo'lish orqali shahodat g'alabasi kirishidi. Müminning har ishi har doim g'alaba qarindoshlar. Maşta şekilde hizmet kıgallarını, özünün ceni, meli bilen bedel ötegenlerini Allah subhanahu ve taala ne bilen mukafalaydı bilemizle kıyamet günüsü. Ali İmran'ın 107. ayetinde فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيهَا خَالِدٌ Allah'ın rahmeti de buludur. Şuna mümin her daim kalbide. Bir yerde rahmet ifadesini kullanışı, mesela cennet desek Allah yaratkan bir orun. Bizdeki mukafat sıfatı Allah kaldırırsa kalıdı, yuqası yuqaydı. Ama Allah'ın rahmeti, Allah'ın bir sübti, ezeli rahmet. Allah bizni özünün rahmeti bilen mukafatladı mı? Bu bizge nispeten mengülük bir mukafat. O asla yuqalmaydigan bir mukafat. Çünkü dep ötünümdek Allah'ın rahmeti, Allah'ın süpetlerinden bir süpet. Allah kayyum boğa iken, mengü hayat zatı boğa iken, bu Allah'ın bize beradigan mukafati mı hem mengülük buludu qarindoshlar. Yani meseleni ayetning oxirida Allah tugatdi. Qiyomat kunisi Allah hukm qiladi degandan keyin Allah qiyomat kunisi Allohdan boshqa hukm qilg'uchi bo'lmagan bo'lg'achqa masala qana qildi tugaydi. Bu hukmning asla buzilishi yo'q. Bu hukmga qarshi chiquvchi olmaydi. Allah subhanahu va taolo bizga bir misal sifatida, o'rnak sifatida ba'zi kuffarlarga hayot bilan hukm qilib bo'lgan. Ma oyatda qiyomat kunisi butun hukmlar o'tirg'i tashlanadi, hukm qilinadi dedi ya. Qiyomat kunisi emas, dunyodami ba'zi kuffarlarga amaliy hukm kesilib bo'lgan. Masalan, Rasulullohning tag'isi Abu Lahab va uning ayoliga qarata tabbat yada abi lahabi va tab ma aghna anhu maluhu va ma kasab degan oyatda Abu Lahab bilan uning ayolini do'zaxga hukm qilyapti Alloh. Uning do'zax kiradiganligini qo'yilgan ism bilan Alloh ifodaladiki Abu Lahab. O'tning dadasi arablarda ma'lum bir narsaga nisbat bermoqchi bo'lsa, shuning dadasi, balasi degandek, qarindishi degandek ifodalaydi. O'tning dadasi olmaydi, ya'ni o'tga kiradigan kishi demakchi. Ya'ni buningga dunyodalam qanaqavatda do'zaxga hukm qilyapti qarindoshlar. Biz mush Abu Lahabga islomning dastlabki davrida hukm qilingan bir hukm bu. Mushu hukm munosabat bilan bir narsani deb qo'yay, ya'ni qo'shib qo'yishni to'g'ri topdim. Şu vaqtida Mekke'nin mutlaq ko'p sonli kishilari musulmon emasdi. Shuning qatorida Umar radhiyallohu anhu vatdi, Xolid ibn Valid vatdi, Ikrim ibn Abi Jahl vatdi, Amr ibn As vatdi.
Ularning hammasi batdi. Hatta Abu Sufyon'lama batdi. Başqalarga chiqmadi o hukm. Dövzaq kirdi degan hukm. Aminatda ashlarning hammasi Abu Lahab bilan o'xshash. Şu vaqt kufr etdi, ya'ni kufrlikda o'xshashdi. Abu Lahabga chiqdi. Qarasak, keyingi vaqtning o'tishiga ergishib, qolganlarning hammasi iymon aytib musulmon bo'ldi. Illaki Abu Lahab o'lganga qadar musulmon bo'lmadi va aqliga kamidiki va shunda qilinmadiki, Mavo Muhammad sallallohu alayhi vasallam meni dozaqqa kirdiyotdi, meni ayolim bilan kela bir iymon aytayli deblam o'tirg'i chiqib, haqni o'tirg'i chiqib, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh devassa, buni dozaqqa kirdi degan hukmning masalasi bitatdi. Tugaytdi shuning bilan. Mush bir og'iz gap bilan bu da'vatning yo'lini to'siya oladi. Lekin Allohning taqdiri shuki, Allohning qudrati shuki, buning aqliga bu kamidi va bunda qilinmadi. Oxirgi qadar kufr holatda qanday qildi? O'ldi. Tabbat surasining killam qul huvallohu ahad Allohu samad orqali Allohning yakkaganligi, Allohning hech kimga muhtoj emasligi o'tirib qo'yildi. Biz bu munosabatlarni shunday bog'lagan vaqtda deymizki, hukm Alloh xos. Dunyodami Alloh xos, oxiratdami Alloh xos. Dunyoda Allah birga birasini hukm qilgan bo'lsa, xuddi Abu Lahabga dozaqni hukm qilgandek hukm qilgan bo'lsa, u asla o hukmdan chiqolmaydi. Uni dozaqi deb hukm qildimi, u bir yolg'ondan bo'lsa-mu, musulmon bo'lolmaydi. Qiyomatda shuki, Allohning chiqargan hukmiga hech kim qarshi turolmaydi va mu'minlarga Alloh subhanahu va taolo mangu nusratni g'alaba ato qilgan, va'da qilganki, mu'min jang maydonida mag'lub bo'lgan taqdirdami, o hamon g'alaba qilguvchi. Chunki biz har doim deydigan, takrorlaydigan gapimiz bor. Dunyo bizning hisob qiladigan yerimiz emas. Bizning hisob qiladigan yerimiz oxirat. Dunyoda g'alaba qilish haqiqiy g'alaba hisoblanmaydi bir kishi, mu'min kishi uchun. Dunyoda o'lib ketishning o'zi janglarda, bu yo'lda o'lib ketishning o'zi hargiz mag'lubiyat hisoblanmaydi, balki bizga nisbatan ikki xil g'alabaning birisi hisoblanadi. Ya'ni mayli ketayotgan yo'limizning haq nohaqligi haqqidagi musulmon bilan kofirning o'tirdagi kurashdimi musulmon mag'lub bo'lmaydi. Har doim kufri, din dushmanlari hujjat, paket, haq nohaqlik masalasida mu'minning ustiga chiqib baqqan emas, g'alaba qilib baqqan emas. Bu masala tarafiga. Lekin natija itiboranmi, masalan, kuffarmi o'ladi, din dushmanlik qilgan odam o'ladi, mu'minmi o'ladi, dunyodan ketadi. Ve ketkendan keyin erishadigan nuqtadami asla va asla kuffar dunyoda men boshqagandan bo'lni izalgandim deb oxiratda asla va asla qanday qilinmaydi, izlanmaydi. Endi dunyodagi din dushmanlarining ba'zi mu'minlarning ustiga chiqib olishi, mu'minlarning din dushmanlarining oldida mag'lub bo'lishi Allohning rububiyat sifati bilan dunyoga o'rnashtirgan bir qonuniyat var. Bu qonuniyat o'smi sabab natija qonuniyatiki, mayli mu'min bo'lsin, mayli kofir bo'lsin, kim sababni qilsa natijasini oladi. Kim tijorat qoidalariga uyg'un shaklda tijorat qilsa foyda topadi. Kim badanni chiniqtirsa, uning badani kuchli bo'ladi. Kim aqlni chiniqtirsa, uning aqli kuchli bo'ladi. Kim tadqiqot qilsa, uningdan bir natijalarni chiqara oladi. Ma dunyoda Alloh sabablarni bandlarning oldiga Rabbilik sifati bilan, rububiyat sifati bilan qo'yadi. Bu sababni musulmon alamdi, kofir alamdi natijasiga erishadi. Uning musulmonligining, kofirligining hech sabab natijat qonuniga ta'siri yo'q. Hatto kofir sabab natijani obdan tutdi, tirishdi, o'qidi, bilim o'rgandi, texnikani o'rgandi, tadqiq qildi. Musulmon uning oldida dunyoda mush nuqtada mag'lub bo'lishi mumkin. Bu nuqtani qanday qilishingni kerak, tushunishingni kerak. Undan keyin yuqorqi darsdan ba'zi qarindoshlarimizning kallasiga kelib qoladigan bir savol bo'lishi mumkin. Musulmonlarning ba'zi janglarda mag'lub bo'lishi, biz buni musulmonning kishiligiga nisbatan mag'lubiyatdimi yo'q, g'alabada yo'q. Bu nima uchun desa, xuddi Uhuddagi musulmonlarga yuz bergan bir qism juz'iy doiradagi, tar doiradagi mag'lubiyat, Hunayn g'azotning beshidagi biroz mag'lubiyat shakllari, bu hammasi musulmonlarning g'alaba qilishining asoslaridan birisi. Chunki mag'lubiyat g'albaning asosi. Xatolashmagan odam menga to'g'riga yetamaydi. Bu vaqtda nurg'un millatlar yakunlagan, tarixdan biri yakunlagan nurg'un yakun tajribalar va maqol tamsil va asla yiqilmagan odam
tüz yugurishni o'rganolmaydi. Xatolashmagan odam to'g'riga yetishni o'rganolmaydi. Agar dunyoda botil mavjud bo'lmasa, haqiqatning kuchi aslo namoyon bo'lmaydi. Va haqiqatning haqiqatligi aslo namoyon bo'lmaydi. Tarix qarab baqsaq, men qisqagina bir narsadan darsni oxirlashtiray qarindoshlar. Tarixga qarab baqadigan bo'lsak, İslam dünyası 1400 yıldan buyon hokimiyat o'rinda. Hamma İslamning ostida yashadi. Vaqtning o'tishiga insonning insonligi xuddi islomdan zikr qilish. İslam buluğu bir narsa bilinmagandek, İslamning adolati buni adolat bilan yaşatqızmagandek, ya'ni bunun qadriga yetmaslik ahvoli ko'ringandan keyin Alloh subhanahu va taolo mushuninga qana qilish uchun to'g'riliqni, haqiqatning haqiqatligini o'rtaga chiqarish uchun dunyodan islomning hokimiyatini olib ketdi oxirgi 100 yilda. Shu islomning hokimiyati dunyodan tugagandan keyingi 100 yilda insonlar qanchalik baxt saodatga erishadi. Bu hammalarga oydin. Bu insanların tatıyatkan cafası, ülüvatkan calla, buluvatkan zulümler. Bu nemde təsvirləp oğulamaydı. Bir yerden həmeylərinin kalısqa, meylə Müslüman olsun, kafir olsun, köydü ki, Müslümanın izzeti, kişinin şərifi, nim bilen bulduğallıqı eminlik, nim bilen bulduğallıqı adalet, qandaq yürgüzdüğallıqı adalet yo'qolgan din keyin ki, ma yaşavatkan dünyamızdaki zulümnin ahvoliga qarab turib biz shu ilgiriki davrlardagi vaqtlardagi adolatning kuchini bugun his qilyapmiz, bugun ko'ryapmiz. Ya'ni har doim takrorlaydiganimiz shu qarindoshlar, xatolik bo'lmasa, bir qiyinchilik bo'lmasa, to'g'rini qana qilolmaymiz, topolmaymiz. Shuning bilan darsimiz vaqt munosabati bilan bugun oxirlashdi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni bu xil shakldagi munofiqlikdan saqlasin. Munofiqlarning so'rinlarida o'tirishdan saqlasin. Munofiqlarning islomning sharifiga, izzatiga qiladigan hujumlarining oldida izlangilik qilishni saqlasin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.